Jo'xa, sendan 900 mrod bo'ldi. Mana o'zi kakras bilganimdek 900 mrod olib kelgan ekanman. Ha, bo'pti, kep o'rinda. Mayli janob, rahmat kattakon. Arzimaydi. Juda ham yaxshi bo'ldi. Yeyishga va ichishga narsalar oldim. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Jo'xa va yangi videoda sizlar albatta kanalga obuna bo'linglar va videoni oxirigacha ko'ringlar. Chunki bugun qishloqda nima bo'lishini bilmayman. Hali ham o'zimga ham qiziq, to'g'risini aytsam, o'zimga unaqa burger tayyorlab olmoqchi edim. Ko'ryapsizlarmi? Sosiskani nonning ichiga qo'yib olib turib, nonmidi o'zi yo sirmidi, nimadir olgandim xullas. Qalaysan Jetel? Zo'rmisan Jo'xa? Zo'r. Bo'pti. Zo'r bo'ladi o'zi. Bu qizil mashina kimni mashinasi tushunmadim bu yerda. Nima o'ylayapti mana yerda? Chuta bu jetellar nimadir qilmoqchi. Nima trenirovka qilishyaptimi bular? Voy jetellar nima gap? Zo'rmisan Jo'xa? Biz qachon bo'lmoqchimiz? Trenirovka mashq qilyapmiz. Yo'q, kimsanlar mashq qildiryapti? Qishloqdan yoki trener kelgan, o'sha mashq qildiryapti. Bu yoqqa urishasanmi ke? Yo'q, tegma. Iltimos, tegma, urishmayman dedim-ku. Menga tinchlik kerak. Yo'q, qo'rqoq ekansan. Kel, mujik bilan urishamiz, kel. Yo'q, urishmaymiz. Tinchgina bor uyingda o'tir. Biratam yordam bering, ana quvib kelyapti ortimdan. Kim quvib kelyapti? Mana u yaramas, qishloq shahardan qanaqadir trenirovka qiladigan odam kelibdi deydi. Trener kelgan. Yo'q, kelganmi rostdan ham? Kelgan, lekin hech narsani bilmaydi u trener. Rostdanmi? Rostdan, lekin ularni mashq qildiryapti ekan. Tushunarli. Ana yaramas yetil ketib deylar, qochib ketdi. O'zing qochar ekansan-ku, jinni? Tegmadim, rahm qildim senga. Rahm qilma menga, tushunyapsanmi? Kuching bormi, urishasanmi? Ke, urishasanmi? Yo'q, senga tinchlik kerak-ku. Yo, senga qalaysan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima og'zingni so'ng yoqyapti? Charchadim. Charchading? Charchadim. Bilyardda ham trenirovka qilyapsanlarmi? Endi bu bizni, nishonga olishimizni aniqlashtirar ekan. Qaysi jinni aytdi bu gapni? Bilmadim. Mana mushokni uryapsanlar. Meni urma, tentak, mushokni urish kerak. Obbo, yaramas. Tegma dedim men senlarga. Menga tinchlik kerak deyapman. To'xta, yaramas. To'xta, nimaga meni urding? Yaramas, tentak. Obbo, shu yetmay turgandi, mayli. Bobojon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bolam, qandaysan? Zo'rmisan? Sen ham qachokmamoqchimisan? Bobo, siz ham bilasizmi trener kelganini? Eshitdim talabdan. Yaxshi. Endi mana u yaramas ketishini kutishim kerak. Obbo, odamni ahmoq qilib yuboryapti, boru mana shu jetellar. Ketishga keldi menimcha. Ketib yuboribdi. Ketib yuborganga o'xshayapti-yu, lekin ketmagan bo'lmasa dabdalan asabimni buzadi, yana kelib turib, ketibdi. Bo'ldi. Ana endi uyga kirib o'tiraymikan, janob Medioniga boraymikan, nima qilishni ham bilmay qoldi odam. Lekin mana yaramaslar yomon asabni buzib tashladi. Qalaysan yigitcha, tinchmisan? Meni kuchimni qara, preslarimni qara. Braton, siz kachoksiz-ku? Men kachokman, kaloshdek. Xohlasang men seni tayyorlantiraman. Qanaqa tayyorlantirasiz? Men seni kuchingni ko'payishi uchun yordam beraman. Kel ortimdan. Yo'q, bratan, menga hozircha kerak emas. Nimaga kerak emas ekan? Yur, xohlasang tayyorlantiraman. Yo'q, kerak emas bratan menga. Tushunarli, demak kerak emas, kerak emas. Unda yaxshi qol. Bo'pti, men ketdim. Bemalol ketishingiz mumkin bratan. Tushunmadim, nima degani endi bu tayyorlantiraman. Ammo o'zi kachok bo'la bo'lsa, men tayyorlantirib nima qiladi? O'z bilasizlar-ku, obunachilar kachok bo'laligimni. Bo'y bilan birga bir solishib qo'yaveraman. Hozir mana bu yerda qurollarim bor, ko'ryapsizlar. Urish uchun asosiy mening kuchlarim bular. Kuchlarim bo'lmasa hech kim bilan o'zi urisha olmayman-ku. Hop, bo'ldi. Yaramaslar, senlar mendan ko'rasanlar, yaramas jetelvachchalar. Hozir, jetel, yur seni mashq qildiraman. Meni mashq qildirasizmi? Seni mashq qildiraman. Yur sen ham. Bo'ldi, hozir boramiz, bratan. Kuchingiz ko'p ekan-a? Kuchim ko'p. Senlarni ham shunaqa qilaman. Davayte, bor mashq qildiraman. Tushunyapsan, mana yoqqa bor. Bor, eshityapsanlarmi hammang? Boramiz. Nima gap? Kimsan? Assalomu alaykum janob mer. Men trenerman. Jetellarni mashq qildirmoqchiman. Yaxshi. Ruxsatnomang bormi? O'shani sizdan olmoqchiman. Bo'pti, bor, ruxsat senga tayyorlantir. Bo'pti. Yaramas jetelvachchalar. Hammang yor, hammangni kachok qilaman senlarni. Borasanmi? Hozir boraman, bratan. Hammang bor mashq qilishga. Tez. Davay. Janob mer aytdi, hammang mashq qilar ekansanlar. Bo'ldi, hozir boramiz. Urmasdan gapiravering tinchgina. Menga qara. Bor ana yerda trenirovka qilamiz. Eshitibsanmi? Bo'ldi, hozir boraman, bratan. Menga qarang, trenirovka qilamiz. Bo'pti, az boraman.
Yaxshi, yana kim qoldi? Bu yoqda odam yo'qmi? Bu qanaqa teshik bu? Mayli, teshiklarga qiziqmayman. Bratan, borasizmi? Boraman. Yaxshi. Sen ham borasan-a? Boraman janob, hozir 2 sekund. Yaxshi. Senchi, sen ham borasanmi? Qayerga? Mashq qilishga deyapman. Hozir boraman. Yaxshi. Bular o'zi bormasa, oy mol, senchi, sen borasanmi? Mol gapira olmaydi-yu axir. Oy, menga qara, trenirovkaga o't, tushunyapsanmi? Qachok bo'lasanlar hammang. Bo'pti, hozir boraman, bratan. Bo'pti, tezlash lekin, kech qolma. Yaxshi, lekin mana jahami kimida yaramas. Bormayman deyapti. Polizini yig'ishtirib ham qo'ymagan. Yaramas bachcha. Menga nima kerak buni polizi? Musorga siltab yuborishim kerak. Ikkita sabzini yeyim bo'yim o'sadi. Yaxshi, trenirovka yaxshi ketyapti. Davay bolalar, davay, ishlaymiz. Ishlalaring hammang tez. Oy, ishla deyapman, davay. Mashq qil, nima qarab o'tiribsanlar? Davay, ot mana unga, davay, ishla. Eshityapsanlarmi, ishlaysanlarmi yo'qmi? Ishlayapmiz, ko'rmayapsizmi? Qanaqa ish qilaylik? Biror joyga bir uy quraylikmi? Yo'q, mashq qilyapman. Jinnimsanlar, senlarga tushuntirib ham bo'lmaydi-ya. Mana ustiga chiqib sakraydi. Odamzod emas, jetel zot, tushunyapsanmi? Tushunyapman, lekin sakray olmayapman, sakrash bilmayman. Obbo, yaramas. Sakrashni bilmasang nima qilasan bu yerga tayyorlanib? Borib boshqa ishni ko'rsanglar bo'lmaydimi? Hozir yangi jetel olib kelaman. Hoy, menga qara, tezroq kel, mashq qilishimiz kerak. Kech qolyapsan. Bo'ldi, hozir boraman, bratan. Ezvordingizda odam to'g'risi. Bo'pti. Yana kim bor bu yoqda? Bu yoqdan ham 1-2 odam yig'ib borishim kerak. Bo'ldi, o'tkazib oldim. Endi borib boshqa ishlarni ko'rsam ham bo'laveradi. Janob mer telefon qilyapti. Alo, eshitaman. Tez yetib kel, ish bor senga, Jo'xa. Bo'pti, hozir boraman janob mer. Tezlash faqat. Bo'ldi, boryapti po'ji. Bu yoqda nima u qani trenirovka bo'lyapti ekan, mana borib bitta ko'ring chiqani. Bratan, nima qilyapsiz, bratan? Ko'rmaysanmi, ajumani tashlayapman. Chotki borib, brat, bu ketishda borib Kachok Pro Max bo'lib ketasiz, to'g'risi. O'zi kachokman-ku, bundan ham battar kachok bo'laman. Tegma meni o'quvchilarimga. O'quvchilaringizga tegsam hech narsa qilmaydi. Yetib kela olmadi ham, hattoki tayyorlantirayotgan bo'lsa, yugurishni bilmaydimi, jetillar, hayronman. Tushunmadim, nima bular yurmayapti, hayronman. Sakramoqchi bo'lyapti, lekin sakray olmayapti. Mayli, nichivo, bizga umuman farqi yo'q, bular mashq qilish kerak-ku. Xo'p, hozir janob mer qanaqadir ish borligini aytgandi. Janob mer yoniga tezroq borayin, ishni bilayin qanaqa ishligini. Keyin boshqa ishlar bilan shug'ullanaveraman. Urug'larni qaraylik, ko'chada sochilayotgan olib qo'ysa bo'lmasmikin, jetellar. Xo'p, qochlaring. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, keldingmi? Yo'q, kelganman, uyimda o'tiribman, borib kompyuterda mazza qilib o'yin o'ynayapman. Ko'p gapni ko'paytirma, borib menga daraxt olib kelib ber. Daraxt? Olib kel, bor, tezroq olib kel. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi, mana pullarni ol. Bo'pti, hozir olib kelaman. Yaxshi, bizga ish buyurishdi, juda ham ajoyib pul berishdi, muhimi, ya'ni janob mer berdi. Xo'p, doim shunaqa-yu, ish qilsam evaziga pul beradi. Mashq takoy ketayotgandir. Sen nimaga bormading? Menga yoqmayapti. Yoqmaydi, o'zi hech kim yoqayotgani yo'q, bular mashq qilish. Hali ham ajumani tashlab yotibdi, bratan. Charchab o'lib qolmasin tag'in yana. Mayli, o'zi biladi. Men borib o'rmondan daraxt olib kelishim kerak. Men bu yerga pullarimni solib qo'yayin-da avval. Pullarim ko'p edi, ishlatib yubordim, tugabdi pulim. Lekin bu chatoq ish degani, chunki agar pul bo'lmasa yashash yo'q degani. Voy, qalaysan, tinchmi? Zo'r. Yaxshi, endi men bu yerdan hozir boraman-da. Molni qaranglar, mollar izlagan vaqt topilmay, izlamagan vaqt ko'char mol bosadi. Qochib turing, mol yaramas. Go'shtini qaranglar, olib ketish kerak. Qovurib yeyman go'shtini. Daraxt chopishni boshlaymiz, uzoqroqdan chopish kerak iloji boricha. Otvachchani ham go'shti zo'r bo'la bilasizlarmi? Qaz tayyorlanadi. Atak go'sht bermadi, yo'q, mayli, nechivo otni go'shtni yaxshi ko'rardim-u, lekin mayli, kerak emas endi. Bermadi-da go'sht, nima qilay? Xo'p, daraxt chopamiz. Uzoqroqdan iloji boricha chopmoqchi edim, janob mer buyurganligi uchun yaqinroqdan chopib borsam ham hech narsa demaydi. Lekin daraxt chopish juda ham yomon ish, qaytarib joyiga ekib qo'yapman. Ko'rasizlar, mana yaxshi ish qilyapman. Yana bitta yaxshi ish, buni ham qilamiz. Ikkita olma berdi. Yo'q, mana uni qaranglar, bu ham olma bersa, tasavvur qilinglar. Yo'q, bular olma ham bermas ekan, boshqa narsa ham bermas ekan. 11 ta daraxt bo'ldi, 11 ta yetarmikan? Yana bitta chopib yuboraylik, mayli. Bo'ldi. Nima qilishni bilmayapsanlar? Hammangni o'ldirib tashlayman. Tushunyapsanlarmi? Mashq qillaring. Bo'ldi, qilamiz, iltimos bizni urmang. Uraman senlarni. To'g'ri qila olmayapsanlar. Tushunyapsanmi? To'g'ri qilish kerak. Yig'lama. Yig'lamasam uryapsiz, og'riyapti-ku. To'xta, yaramas. Qayerga ketyapsan? Men mashq qilmayman, kerak emas menga. Yaramas. Senlar ham ketmoqchimisanlar, nima balo? Yo'q, biz qachon bormoqchimiz, lekin urmang iltimos. Urmasam, senlar aytganini qilmayapsanlar. Mashqni takoy qilish kerak. O'xshata olmayapsan, ko'ryapsan, mana urish kerak, mana urish kerak.
Bo'ldi, mana shuni ham chopib yuborsam endi ketsam bo'ladi. O'zi bir stakka yaqin chopib qo'yibman. 58 ta bo'lib ketibdi. Yaxshi bo'ladi. Mana yana bitta olaylik. Bir stak bo'lsin birdani. Yo'q, bir stak kerak emas. Shu mana uni kesayim ekan. Mana shuni kessam bir stak bo'lib qolar ekan o'zi. Qancha ko'proq etsam shuncha yaxshi. Bir stak izmirod bergandi janob mer, bir stak daraxt etaman janob mer uchun. Tak, mana ularni qaytarib ekib qo'yish kerak. Kerak emas u bizga endi. Tak, o, mana jitel qayoqqa yig'lab ketyapti, nima qilyapti u? Mayli, men bu yerdagi daraxtlarni ham qaytarib ekib tashlayin. Jo'xa, yordam ber. Nima? Qanaqa yordam beray? Bu yoqqa kelib chiqani. Bizni ana trenirovka qilayotgan odam trener uryapti. Nimaga uradi? Mashq to'g'ri qilyapsanlarmi? Yo'q-da, o'sha to'g'ri qila olmayapmiz, uryapti bizni. Uradi-da. Nima qilish kerak? Bizga yordam ber, iltimos, uni biror nima qil. Bo'pti, vahima qilma. Men daraxtni kesib yuboray, hozir borib biror nima qilib ko'raman, lekin biror nima qila olmasam, biror nima bo'lmaydi-ku. Iltimos, nimadir qil, bizga yordam ber. Bo'pti, yig'lama, buncha yig'lab orasan, yig'lash kerak emas narsa, tushunyapsanmi? Baribir yig'lagim kelyapti meni. Tentak yig'laganini qara. Bo'ldi, hozir hal qilamiz, tez yur. Tamam, daraxtlar ekib ketayin. Shuncha daraxt ekkandim, o'sha nechta turlari chiqib ketibdi. Bu juda ham yaxshi degani, daraxtlar o'sib chiqyapti darrov, siraz qaranglar. O'ta go'zal bog' bo'lib ketdi. Bu yoq bog' emas, o'rmon bo'lib ketdi. Ana o trener bilan gaplashib qo'ying. Men jetellar uryapti ekan, hayronman. Qaniydan o yig'loqi jetel qayoqqa ketdi? Menimcha bordi, hozir janob merga daraxtlar berayin, keyin borib Короче, trener bilan gaplashib qo'yaman o'zim. Men gaplashmasam hech kim gaplasha olmaydi. Janob mer, olib keldim daraxtlaringizni. Berchi? Ana o trener jetellarni nimadir qilib yotgan ekan. Unda borib o'zing ularni hammasini adabini ber, ya'ni trenerni. Bo'ldi birodar, hozir daraxt topib qo'ying, sizga hamma narsani berib yuboribman. Daraxt o'zi yetadi-yu. Go'shtni ham bersang yaxshi bo'lardi. Yo'q, o'zimga kerak go'sht, o'zim qovurib yeyishim kerak. Xo'p, hozir trener bilan gaplashib qo'yamiz. Gaplashish uchun bizga kerak bo'ladigan narsalar bu til, bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Gaplashaman-ku, faqat urushmayman-ku. Urushsam urishaymikan, davay oktagonga chaqiraman. Hozir borib jang qilib ko'raman u bilan. Yur urushasanmi deyman, urushaman desa, davay ketdik, birga bir solib solishamiz deymiz. Ya'ni solishib qo'yaveramiz deyman. Tak, hozir boraman-da, qani qayerda turibdi ekan shu yer? Mana bu yerda turibdi, yaramas bachcha. Menga qara, sen kachokmisan, kimsan o? Zo'rmisan? Tegma, iltimos, menga tegma. Senga nima tegmayman? Sen kachoksan, urishmaysanmi-ki? Yo'q, meni kuchim yetmaydi senga. Nima unda kachok bo'lib o'zingcha trener bo'lib olgansan? Men shunchaki zo'r odam bo'lmoqchi edim, tushunyapsanmi? Zo'r odam bo'lish uchun uka urishni bilish kerak avval. Tushunyapsanmi, bratishka? To'xta, yaramas. Urushasanmi? Mujik bu-ki, urushasanmi? Nima qochyapsan? Bitta urib qo'yibsanmi? Bitta o'lib ket, tushundingmi? O'lib ket. O'zi hech narsa bilmas ekan. Tur, o'lganing yo'q, bilib turibman. Hali sen tiriksan, yotibsan mana. Tur, bahona qilma, urushamiz. Tur. Eshityapsanmi gapimni? Hozir jetellar, seni ozodsanlar, sur bu yoqdan hammang. Rahmat Jo'xa, rahmat senga kattakon. Mana o'ziga kelgandan keyin yo'q qivorlaring. Bo'pti, Jo'xa, rahmat. Ana o'ziga kelyapti o'sha sirasi. Ko'rdinglarmi, bu bilan ishlar, mana shunaqa qilish kerak. Yomonlik qilganga vahshiy yomonlik qilib tashlash kerak.